Biz xarid qilgan gilamlarning barchasining orqasiga qanday tola tarkibdan ishlab chiqarilgani yozilgan. Bu videoda qanday xom ashyodan chiqarilgan gilamni qayerga ishlatish kerak yoki ishlatmaslik kerak, shu savollarga birgalikda javob beramiz. Misol uchun akril, ya'ni ushbu toladan ishlab chiqarilgan gilamlar ko'proq mehmonxona va yotoqxona uchun tavsiya qilinadi. Chunki ushbu toladan ishlab chiqarilgan gilamlar juda ham yumshoq va yoqimli hisoblanadi. Akril qayerlarga tavsiya etilmaydigan savolga javob berib o'tamiz. Misol uchun oshxona va nam joylarga tavsiya etilmaydi, chunki ushbu xom ashyodan qilingan gilamlar tez dog' olishi mumkin va mog'or bosish ehtimoli ham mavjud. Polipropilen xom ashyosidan ishlab chiqarilgan gilamlar esa oshxona va koridor uchun juda ham munosib hisoblanadi, chunki o'zida suv va dog'ni kam singdiradi va albatta parvarish uchun qulay hisoblanadi. Qanday joylarga solish tavsiya etilmaydigan mavzuga to'xtalib o'tamiz. Misol uchun quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri tushadigan xonalarga ushbu xom ashyodan ishlab chiqarilgan gilamlarni solish tavsiya etilmaydi, chunki quyosh nuri agarda muntazam ravishda tushib turadigan bo'lsa, nisbatan rangi tez o'chib ketib qolishi mumkin. Gilamlar haqida aynan mana shunday qiziqarli videolarni muntazam ko'rib borishni xohlasangiz, Fargizning Instagramdagi rasmiy sahifasiga hoziroq obuna bo'ling.